Xiva Elektroset Dehqon bozori 167-magazinda kelinka dosturxonliqlarni ko'ring azizlar. Bu yerda bir 6 xil, 7 xil turini ko'rib turibsiz, lekin tovardan ko'p. Bu ko'rib turganlaringiz Madonna xilisi, dim xo'shroq, bir-biriga xo'shroq, bahasi 28 ming so'm metr. Bir-birini takrorlamaydi, dim xo'shroq kelinkalar. Banda ko'rib turganingiz 150 ming so'm. Azizlar, bularni 230 santi bo'ladi. Tayyor dasturxonlik buni o'zi. Video davomida rasmlarini qo'yib o'taman. Ina xillari ko'p ina. Mendin koja xillari bor. Bularning bahasi 38 ming so'm. Bular ham dim sifatine gap yo'q. Bularni ustidan ko'lanka yo bir boshqa ortiqcha narsa döşəş shart emas. O'zi dim quvvatli, dim sifatli xillisi. Yana bir narsa, mana shu ina ko'rib turgan 150 ming so'mlik ko'lanka dosturxonlikdan bir dosturxonlik olgana üstüne qo'yish uchun skoch ko'lankadan ham 230 santi ko'lankani bonusa beramiz. Xiva Elektroset Dehqon bozori 167-magazinda budjetli kelinka dosturxonliklarimiz ham bor. Bahasi 18 ming so'm, sifatine gap yo'q. Kanalimiz a'zolarına 10 ming so'mdan skidkadan kelinkalarimiz bor. Skoch kelinka xohlovchilar uchun ham 1 metri 15 ming so'mdan kelinka dosturxonliklarimiz bor. Xiva Elektroset Dehqon bozori 167-magazinda dosturxonlarning turi ko'p azizlar. Qarang, ishindin krujvalı dosturxonliklar ham bor. Bu yerda ko'rib turganingiz bir 4 xil, 5 xil bo'lishi mumkin, 10 xil bo'lishi mumkin, lekin do'konimizda tovar dim ko'p. Ina bir-birini takrorlamaydigan xo'shroq dasturxonliklar ish yerda. Xohlovchilara tikib berish xizmatlarimiz ham bor. Ina ko'rib turgan ishindin xo'shroq kelinkayni davarakina, dasturxonni davarakina qo'yib tikib beradilar, xohlasangizlar, zakaz bersangizlar. Hold